Bekzod aka, menimcha biz ishxonangizga keldik-a? Mana shu ishxonam Klinikum Frankfurt Höchst deyiladi nomi. Yangi binosi bu. 2 yil bo'lib qoldi yangi binoga ko'chganimizga. Eski bino Bu tarafda joylashgan. Bu tarafda eski binosi snosga tushgan. Buzishladimi? Уже buzilyapti. 2000 dan ortiq odam ishlaydi, 310 dan ortiq shifokor. Va 310 tani ichida o'zbek ham bor. Xursand bo'lasizmi? Albatta, albatta. Bu shifoxona maksimal Ferzoga, ya'ni maksimal yordam ko'rsatuvchi hamma profillari bor, to'g'rimi? Profillari bor. Endi universitet darajasidagi hammani kichkina genetika yoki shunga o'xshaganlari yo'q. Katta bo'limlardan kardioxirurgiya yo'q va qolgan hammasi bor. Va vertolyot ham qo'nadi dedingiz-a, mana bu bino. Vertolyot bu yoqdan ko'rinmaydi, u yoqda ham 4 ta binoga bo'lingan, 4 ta yo 5 ta u yoqda vertolyot qo'nadigan joyi bor. Ya'ni og'ir bemorlarni olib kelganda, og'ir bemorlarga tezroq olib kelish kerak bo'lsa, vertolyotdan kelishadi. endi qiziq savolda, bu vertolyot xarajatlarini kim yopadi? Bemor bo'lgan odam yopadimi? Yo'q, yo'q, albatta Germaniyada o'sha sug'urta tizimi bor. Sug'urta tizimi hamma kasal transportidan boshlab davolanishi, hamma narsasi reabilitatsiyasigacha keyin to'lab beradi. Ya'ni Germaniya hududida yashayotgan va sug'urta qilingan har qanaqa odam bu xizmatdan kerak bo'lib qolsa foydalanadi. Shunaqa desa bo'ladi.